Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ikki xil ko'rinishdagi zanjir kasrlarni yechishni o'rganamiz. Birinchi ko'rinishga e'tibor qiladigan bo'lsak, suratlar teng, maxrajdagi sonlar ayirmasi o'zaro teng bo'ladi. Bunday ko'rinishdagi zanjir kasrlarni yechish uchun, demak, kasr chizig'i suratdagi son suratga yoziladi, maxrajdagi sonlar ayirmasi maxrajga yoziladi. Ko'paytiramiz. Qavschida 1 deb turib, birinchi kasrning birinchi soni hamda oxirgi kasrning ikkinchi soni yoziladi maxrajlarga va bu kasrlar ayirib qo'yiladi. Natija 10/7. Ikkinchi kasrga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu birinchi kasrga o'xshab suratdagi sonlar teng emas. Faqatgina maxrajdagi sonlar ayirmasi suratga teng bo'lyapti. 2 dan 1 ayiramiz 1, 4 dan 2 ni ayirsak 2, 7 dan 4 ayirsak 3 va hokazo 37 dan 29 ayirsak 8 qoladi. Bunday ko'rinishdagi zanjir kasrlar qanday yechiladi? 1 deb turin, demak. Maxrajdagi birinchi kasrda maxrajdagi birinchi son ayiramiz 1 oxirgi kasrning maxrajidagi ikkinchi son yoziladi maxrajga. Bular ayirmasi 36/37. Endi mustaqil mana 3, 4 misollarni yechishga harakat qilib ko'ring. Agar mana shu videomiz 100 ta like hamda 100 ta kommentariy yig'adigan bo'lsa, kanalimda bunday ko'rinishdagi kasrlarni yechishni batafsil yechimini o'rgataman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.